Nima uchun Okko brendi bunday nomlangan va O harfining tepasidagi nuqtalar nimani anglatadi bilasizmi? Butun Rossiya davlatini zabt etgan onlayn kinoteatr haqida siz ham eshitgansiz. Ammo uning tarixidan xabaringiz bo'lmasa kerak. Okko nomi eskirgan ruscha oko so'zi bilan ohangdosh bo'lib, ko'z degan ma'noni anglatadi. Vizual kontentni iste'mol qilishning asosiy vositasi O harfi ustida 3 ta nuqta yuklanish belgisi hisoblanadi. Okko tarixi 2009-yilda mobil operator Yota o'zining shaxsiy video xizmati yaratish haqida o'ylaganida boshlangan. 2021-yilda Yota Play paydo bo'ldi. 2012-yilda esa xizmatni Megafon sotib oldi. 2014-yilda esa Okko paydo bo'ldi. Bugungi kunda bu Rossiyadagi eng yirik platformalardan biridir. 90 mingta film va serialdan iborat kutubxonaga ega. Ular katta raqam mukofotlari taqdimotida bosh mukofotni qo'lga kiritgan. Bundan nafaqat kompaniyaning o'zi, balki original serial 1703 ham mukofotga sazovor bo'lgan. Biz sifatga e'tibor qaratamiz, lekin optimizatsiya va auditoriyani jalb qilishning boshqa usullari ham muhim, deydi kompaniyaning bosh direktor o'rinbosari Elvira. Piratlarga endi legal kontentga o'tish vaqti keldi. Axir Okko mukammal kecha uchun kerak bo'lgan hamma narsani taklif qiladi. Sizlarni esa Biznes Rivoj kanaliga obuna bo'lib, salohiyatingizni oshirishni taklif qilamiz. Biz bilan qolishga tayyormisiz?